Shunaqa lichenalar olib tursa bo'ladi. Shunaqa lichenalar, ya'ni konservativ davo deymiz. Operatsiyaga hech qanaqa показания yo'q. Bel sohasida. Semirib ketmasa, lichena qilib tursa, oyoqdagi tortishlar yo'qoladi. Lekin panja masalasida so'rdirilgan qismi so'rilgan. Hattoki mana bunday qilib bukib yozaman deganda ham shu kistamiz mishat qilib turadi. Yo'q, suyak yemirilishi emas, bu kista yoki gigroma deydi, ichiga suyuqlik yig'ilib qoladi. Atrofi kapsula deymiz, bez bo'lib qoladi-da. Uni bu yoqdan ukol qilgan saringiz u bez erib chiqib ketmaydi. Lutchi bu yoqdan tushiladi, mesni akkuratno qilib olinadi, biror hafta gipsda turib turadi. Keyin og'riqlar yo'qolib yaxshi bo'lib qoladi. Bu primoy proyeksiyasi. Endi men bokovoy ko'rganingizda o'sha suyakdan tashqarida turibdi. Suyakdan tashqarida. To'g'ridan ko'rganda u suyakka yopishib turgandek ko'rinadi. Yo'q. Bemalol safarda o'tab kesin, xavotir olmasin, og'riq qoldiruvchi mazza sursin, safardan kelgandan keyin o'tirib men o'zim chiroyli qilib olib beraman, mazza qilib qoladi. Faqat 1-2 hafta gipsda turibdi. Bir onkologitskiy yoki bir xavfli hech narsa yo'q.